Ham kerak bo'lsa minnat qiladi. Ayollar hozir shunaqa bo'lib ketgan. Erim asfala sofuninga ketib qolgan. Ado qilganman bechorani. Juda to'g'ri gap bo'ldi. Vot, Murod aka to'g'rida. Xuddi shunaqa edi, nahvoy dedi, nima deydi boshqa. Xuddi shunaqa deydi, ayoli shunaqa bo'lib ketgan hozir. Salom deydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Maqsud aka. So'rashmaganlarim, salom alaykum qilmagan bo'lsam, uzr so'rayman. Barchalarga assalomu alaykum. Bugungi kuninglar xayrli bo'lsin. Yaxshi kayfiyat hech qachon hech kimni tark etmasin. Bu to'g'ri, onadan aziz insonimiz yo'q. Vot. Ona beminnat bo'ladi-da. Siz kasal bo'lib qolsangiz, beminnat qaraydi, beminnat ovqatingizni qilib beradi, yoningizda, boshingizda parvona bo'ladigan o'sha ona bo'ladi. Ayolingiz vaqti kelganda qarashi mumkin. Qaragan taqdirda ham kamdan kami minnati bo'lishi mumkin o'shani ham. Какая твоя любимая песня deydilar. Ha, shuni ayting. Shunaqa bizda juda yaxshi ertaklar bo'ladi. Ko'zlaringizdan oqqan yosh daryolarni to'ldirar, ayriliq chuqur yara asta sekin o'ldirar deydilar. Menimcha yig'la-urib odamzod borib toshdek bo'lib qotib ketar ekan. Ko'zda yosh ham qolmas ekan. Podpiskani qabul qilib qo'ying dedilar. To'g'ri, millati bo'ladi. Minnatli bo'ladi dedilar-da. Kechirasiz-ku, dedomdan chiqqan insonlarga qanaqa mehr bo'ladi? Dedomdan ota-onasiz yetim, tirik yetimlar ko'p. To'g'rimi? Kiraga nimalar yozasiz? Dushman bilan yuzma-yuz jangohdagi loydanman. Eslab kelsang san mani, tashlab ketgan joydaman. Oh, valla. Qanday zo'r. Siz shunaqa she'rlarni yozib turing, men sekin-sekin o'qib beraveraman. She'rni davomi dedilar. Ha, endi bundoq qilar ekanmiz. Ko'zlarimdan oqqan yosh daryolarni to'ldirar, ayriliq chuqur yara asta sekin o'ldirar. Dushman bilan yuzma-yuz jangohdagi loydanman. Eslab kelsang san mani, tashlab ketgan joydaman. Bo'ldimi? Qalay chiqdi? Dedomdagi yozganingiz endi bir gap aytaymi? Zor dedilar. Yetimlarni boshini silagan musulmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni suyukli ular yetimlarni boshini silagan inson meni ummatimdan deganlar. Amonlardan so'raysiz dedomdagilarni dedilar. Mehrga to'ymagan. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, qaniydi biz bandalarimiz nafsimizga qul bo'lmaganimiz deydi. Tanho salom dedilar O'zbekiston. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Hamma narsa bo'lsa, mehr bo'lmasa, bunga nima deysiz dedilar. Bu hayot qonuni Mayor aka. Mayor aka, bir gap aytaymi? Shunday oilalar bor. Jigarlar, aka uka bormi, opa singil bormi yoki aka singilmas, aka opa ukami? Ishoninglar, jigarlar bir-biriga shunchalik pichoq urayotganlar bor. Jigarlar. Ularga nima deysiz? Mehrni siz so'rayapsiz. Ana, undan Xudoni o'zi asrasin. Ana shunaqalardan Xudoni o'zi asrasin. Allohga shukr, o'zingiz qalaysiz? Boring dedilar. Nasib inshaalloh. O'zbekiston inshaalloh. Ana shularga nima deysiz? Inson biz aytolmanu nafsimizga qul bandalarimizda o'zi. Topganini shunday insonlar bor. Biz uy joy qilamiz, mol dunyo yig'amiz,
hammasi qolib ketuvchi. Asli undan ko'ra yaxshilik, faqat yaxshilik qilishimiz kerak-da o'zi. Vaholanki o'sha narsaga o'zimiz ham amal qilmaymiz. Shaxsan men ham. Vot. Qil. Beva bechoralar, yetim yesirlar qancha, nonga zor qanchalar borda, uy joylariga qarash, yordam ber qo'lingdan kelguncha. Ana shunaqa qilmaymiz-da biz insonlar. Faqat ana u nima desa bo'ladi. Voy palonchi mana u ko'ynaga olibdi, voy pismadonchi tillasi palon ekan, bunaqasi chiqibdi, обязательно o'sha narsani olib turib, ey inson, to'yga bir haftada 3 ta to'y bo'lsa, 3 xil kiyim kiyish kerak. Ayol zoti. Bechara erkaklar pul topib keladi, ishlaydi, boshqa qiladi-da, bitta shim, bitta ko'ynak, u 1 yillikmi, 2 yillikmi Xudo biladi. Lekin xotin janvar olish kerak. To'ppa-to'g'ri gapiramiz, amalda yo'q. Nimaga shunaqa aytaymi? Ayollar shunchalik bo'lib ketganki, hatto yonidagi dugonam deb yurgan insoni ham kiyim-kechagiyu puliga olib yurgan, minib yurgan mashinasiga qarab turib muomala qiladi, ishini bitiradi. Shu orqali. Umuman odamlarda mehr haqiqat yo'q. Haqiqat. Ruslar mana ishoninglar boru. Sizni kiyim-kechagingizga, pulingizga, boshqangizga qaramaydi. O'zbeklar lekin o'ziniki o'zigagini kesadi deb bekorga aytmaganda, o'ziniki o'zagini kesib o'tiradi. Poraxo'rlik. Tanho oilangiz bormi dedilar. Oila haqida iloji bo'lsa gapirmang iltimos. Zakira chiqing.